بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rabbimiz Allah Tebarek ve Teala'ga beadad hamd-u sano sizni bizlarga bergan va berayotgan bu ulug' ne'matlari aziz vatanimizni tinch omonligi, samoviy aroziy ofatlardan salomat turishligi, ichki va tashqi dushman fitnalardan salomat turishligi, qolaversa xonadonlarimizni tinchligi, o'zlarimizga berilgan sihat salomatlik, dasturxonimizni eng sara ne'matlar bilan to'lib turishligi, bundan boshqa beadad behisob ne'matlari bor. Ilohim shukrini sajda bilan, zikri bilan, subhana robbiyal a'lo bilan ado etish baxti barchamizga nasib aylasin. Janobi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar, ashablaridan Alloh rozi bo'lsin. Ehson sohiblari Erkinjon birodarimizni farzandlarini tepalardagi oxirgi haq uylantirib qo'yish munosabati bilan qori farzandlarni uylantirayotgan ekanlar. Mana shu to'yni e'lon qilib, a'linu nikoh, Janobi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nikohni e'lon qilinglar degan sunnatlariga muvofiq mana dasturxon yozib fayzli xonadonlarda qalblariga eng yaqin insonlarni, birodarlarni, mahalla ko'y qavmi qarindoshlarni chaqirib, bu farzandlar uchun siz azizlardan kutilayotgan duolardan umidvor bo'lib turibdilar. Ilohim duolarimiz ijobat bo'lsin. Mana shu manzilga kelgan barcha mehmonlarimizga qadamlariga ajr hasanatlar ato qilib, duolarimiz barakotidan mana shu qurilayotgan oila mustahkam, qo'sha qariydigan, serfarzand, serdavlat bo'ladigan, bu dunyoda bog'lanayotgan nikoh rishtalari oxiratda jannatida ham birgalikda davom etadigan oilalardan bo'lishligini nasib aylagan bo'lsin. Biz tasodifan yo'limiz tushib kelib qolgan edik. Bir amri ma'ruf qilish niyatimiz ham yoki unaqa xayolda ham yo'q edi. Endi qorakalarim o'zimizga mana bu mikrofonni tutqizib qo'ydilar. Endi bizdan ham ko'ra mehribonroq bo'lgan zot biror bir ummatini hech ham mashaqqat chekishligini xohlamagan, ummatini mashaqqat chekishligidan aziyat chekadigan, biror bir ummati do'zaxga tushishligi rozi bo'lmaydigan zot dunyoga kelgan oy Robiul avval oyini mana avvalgi kunlarida turibmiz. Alloh hammalarimizga bu oyni muboraklik qilsin. Bu oyda Janobi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganish, sunnatlariga amal qilish, bu oyda Janobi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat aytish, u zotni hayot tarixlarini o'qish, o'rganish barchamizga nasib aylasin. Allohim Habibiga bo'lgan qalbimizdagi muhabbatimizni kundan kunga ziyoda qilsin. Allohimning dargohiga, o'ziga va Habibiga bo'lgan muhabbat bilan borishligini Alloh barchamizga nasib qilsin. O'sha jihod safariga sahobiylar safarbar qilinib, imkon qadar qo'linglardagi narsalardan yordam qilinglar. Bu jihod shunchaki bo'lmaydi, mablag' talab qiladi deb taklif kiritganlarda Hazrati Abu Bakr Siddiq mollarini olib keldilar. Ey Abu Bakr, uyingizga nima qoldirdingiz deganlarida, men Alloh va Allohning rasulining muhabbatini qoldirdim xolos deganlar. Xuddi shu zotni singari muhabbat qo'yishlik, ota-onam sizga fido bo'lsin yo Rasululloh deb sahobiylar oldin o'zlaridan, ota-onalardan kechib kelgan Rasulullohga murojaat qilardilar. Bizga ham xuddi shu baxt nasib qilsin ilohim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Biz ummati Muhammad alayhi salatu vassalomni mana shu oyatida maqtaydi. Sizlar ey Muhammad alayhi salatu vassalomning ummatlari, dunyoga chiqarilgan, yer yuziga chiqarilgan barcha ummatlarning eng yaxshilari bo'ldingiz deb Xudoy taolo maqtayapti. Nima bilan?
birovni yaxshi deyishlik uchun oldin uni yaxshiligini ko'rish kerak. Birovni yaxshi deyishlik uchun uni yaxshiligini oldin bilishlik kerak. Alloh taborak va taolo sizlar chiqarilgan ummatning eng yaxshilari deb bizlarga Xudo shunaqa bir maqom beryapti. Ba'suhu muakhkharun va xalquhu muqaddam. Mavlud sharif duolarida o'zlari dunyoga eng oxirgi payg'ambar bo'lib kelgan bo'lsalar ham, lekin yaratilishda birinchi bo'lib yaratilgan payg'ambar deb ta'rif beriladi janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. O'zlarining muborak so'zlari bor. Alloh taolo meni yaratib payg'ambar qilgan paytda hali odam balchiq edi deganlar. Loyga qorishib yotgan edi deganlar. Eng avval yaratilgan ruhlari mana shu zotni o'sha Mavlud-u Barzanjiyning sharhida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Ibn Abbos roziyallohu anhu ey Allohning rasuli, Alloh taolo yer va yer osmon o'rtasidagi narsalarni yaratmasdan avval nimani yaratgan deb so'raganlarida janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey Ibn Abbos, Alloh taolo yer va yer osmon o'rtasidagi barcha narsalarni yaratmasdan oldin sizlarni payg'ambaringiz Muhammad alayhi salotu vassalomni nurlarini yaratgan deganlar. Sizlarni deyaptilar, meni nurimni demadilar. Chunki janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari payg'ambar bo'la turib ashhadu an la ilaha illalloh va inni Muhammadur rasul o'zlarini payg'ambarliklariga farz iymon keltirishlik farz bo'lgan payg'ambarimiz. Nubuvvatlariga iymon keltirishlik payg'ambarimizdan ham talab qilingan. O'zlarini payg'ambar ekanliklariga. Shuning uchun sizlarni payg'ambaringiz Muhammad alayhisalomni nurlarini yaratgan degan bir javobni aytganlar. Mana shuni sharhida endi nimalar o'sha nur 4 qismga bo'linib, undan yer osmon, jannat, do'zax, hamma bir narsa, dunyodagi bor narsalarni yaratganlar. Mana shu narsaning katta mavzu bu. Endi Alloh subhanahu va taolo bu oyati karimada siz biz ummatlarni eng yaxshi ummat bo'ldilaringiz deyapti. Nima bilan? Bizlarni yaxshilikka ko'rsatadigan nimamiz bor bugun? O'sha maqtaydigan darajada ummatmizmi bugun? Alloh taoloni nazariga tushadigan amallarimiz bormi? Ko'rsatadigan. Bizlarni ummatlikdan ko'ra janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oxiratda Allohning dargohida hijolatga qo'yib qo'yadigan ishlarimiz ko'p-ku axir hozir. Hali Rasulullohni to'liq taniganimiz yo'q, taniyotganimiz yo'q. Bir inson, bir g'ayridin deylik, misol uchun g'ayridin, o'rismi, boshqa bir Belarusmi millatida bir kelib turib, sen musulmonmisan? Musulmonman. Sen musulmon bo'lsang menga Muhammad alayhisalomni bir tanitchi, menga tarix hayotlarini gapirib berchi deb savol qilib qolsa, bir musulmon sifatida, oddiy musulmon sifatida bizlar o'sha insonni ko'yni xotirjam bo'ladigan, taskin topadigan darajada, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qo'ya oladigan darajada ta'riflar bera olamizmi bugun? Rasulullohning hayotlari, tarixlarini biz bilamizmi? Shundoq bir gapiraylikki, tanitaylikki, o'sha inson bo'ldi, dining haq ekan, payg'ambaring haq ekan, men sendan aynan shu javobni kutuvdim, ko'nglim to'lmay yuruvdi, mana seni javobingdan qoniqdim, men nima qilsam musulmon bo'laman degan darajada bir ma'lumotga egamizmi bugun Rasululloh? To'g'rilar. Afsuski, yo'q. Messini taniymiz, Ronaldoni taniymiz, lekin birodarlar, qabrda va man nabiyuka deydi. Payg'ambaring kim deydi. Messi kim demaydi, Ronaldo kim demaydi birodarlar. Payg'ambarni tanishlik kerak. Allazina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Qarang, ahli kitoblar to'g'risida Xudoy taolo Qur'onda ularni sifati, payg'ambar alayhisolatu vassalomga e'tiborini bayon qilib, sizlardan avvalgi ahli kitoblardan deydi o'sha Yahudi nasorolar shundoqki, ular payg'ambar Muhammad alayhisolatu vassalomni xonadonlarida tug'ilgan bolasidan ham ko'ra yaxshiroq taniydi degan oyatni bayon qilyapti Xudoy taolo.
Nima uchun ular buni payg'ambar alayhissalomni bu darajada farzandidan ham ko'ra yaxshiroq tanidi? Qaysi biringiz o'zingizni bolangizdan ko'ra qo'shnini bolasini yaxshiroq bilasiz? Uni dunyo qarashi, uni xarxashasi, erkaligi, nimalar yoqadi, nimalar yoqmaydi, hech kim bilmaydi uni. Qo'shnimizni bu, hatto ukamizni, akamizni bolasini o'zimizni bolamizdan yaxshi bilmaymiz. Ahli kitoblar deyapti, payg'ambar Muhammad alayhissalatu vassalomni o'zlarini bolalaridan ham ko'ra yaxshiroq taniydi degan oyat nozil bo'lganda Hazrati Umar roziyallohu anhu o'sha davrda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramadan Madina munavvaraga hijrat qilib kelganlarida Yahudi olim bo'lib islomni qabul qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bay'at qilganlar. Mana shu insondan so'ragan ekan, ey Abdulloh, bu sizlar to'g'rilarda ekanlarki, ey Umar, uyimda xotinimdan tug'ilgan bolamni o'zimniki ekanligimga shubha qilishligim mumkin, lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalomni Allohning barhaq payg'ambar ekanligi zarracha shubham yo'q degan ekan. Nima uchun ular bu darajada payg'ambarimizni tanishdi? Tarixlar nima uchun tanishdi? Chunki bu zotni kelishlarini ular aniq bilardi. Tavrot, Injillarda, Zaburlarda o'qigan edi, sifatlarini bilgan edi. Qayerda tug'iladi, qachon tug'iladi, qayerga hijrat qiladi, qayerda yashaydi, hamma ma'lumotlarni ilohiy kitoblardan ular bilgan ediki, ularni o'rganishligiga undagan narsa ertaga mana shu zot kelib payg'ambarlik da'vosini qilib payg'ambarlik maqomiga o'tirsalar, boshqa insonlar bizdan oldin bu kishiga iymon keltirib qo'ymasin degan. Boshqa insonlardan biz orqada qolib ketmaylik. Birinchi bo'lib mana shu insonni diniga qabul qilib, shu insonga ummat bo'laylik, ular o'rgatgan. Hatto shu darajada tanirdiki, qarang, tarixda kelyapti. Ikkita yahudi yigit ketyapti ko'chada. Asfalt yo'q. Makka ko'chasida ketyapti. Qum hamma yo'q. Bir 10-15 ta bola o'ynayapti, to'polay qilib. O'sha joyda o'ynashyapti. Shularda ketyapti, birlari to'xtadilar. Shundoq qo'l to'xtadilar. Mana ana shu iz dedi. Yerdagi bir bolaning izini, mana ana shu iz. Mana shu iz, mana shu dedi. U ham ikkinchisi ham bu nima iz, qanaqa iz, nima haqida gapiryapsan degani yo'q. U ham shundoq qaradi, aniq aytayotgan izing mana shu, haqiqatda shu dedi. Qani bu bolalarning ichida qaysi biri ekan deb, o'sha 10-15 ta bolaning ichida payg'ambar alayhisolamning 10 yashar paytlari oyoq izidan qarab tanib olgan ekan. Bolangiz hovliga yalang'oyoq chiqsin, taniysizmi oyog'idan, ko'chada o'ynasin. O'zimizni bolamizni izini taniy olamizmi? O'zimiz tug'dirgan bolani? Bu mumkin emas, birodarlar. Buni ajrata olmaymiz. Qarang, yahudiylar o'sha ko'chadagi yosh bolani izidan ajratadigan darajada tanishlik bu aqlga sig'maydi, birodarlar. Nima uchun ular bu daraja? Chunki u kishiga muhabbat bor edi, u kishiga ixlos bor edi, u kishini intiqlik bilan kutilayotdi. Kelishlarini, iymon keltirishlarini, shu zotni ko'rishib o'tishlik haqida qancha izlan Xudodan so'rardi, shu zotni ko'rsatgan, shu zotning ashablariga aylanaylik deb. Biz-ku 1441 yil kelgan u zotdan dunyoga kelib, bugun ummatmiz deb turibmiz. Haq bu. Ilohim, Xudoyam haq desin. Ummatman deganimizda rost aytasan desin, ilohim. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalom dunyoga kelmaslaridan avval bu kishiga iymon keltirgan zotlar bor ekan. Buni qandoqchi qarang, bu muhabbatni qarang. Bu kishining tarixlarini o'rganib. Tasqilul bayon tafsirini Yosin surasini sharhida tafsirida keladi. Hazrati Oysha onam roziyallohu anha tabiini so'kmanglar, u kishi haqida noloyiq gaplarni gapirmanglar, chunki u haq musulmonlardan edi degan gap gapirgan ekanlar. Endi sharhida kelyapti. Tabiiy kim edi desa, Madina munavvara payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qilmaslaridan avval Yasrib deb nomlanardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib borganlaridan keyin Madina munavvara deb, ya'ni nurlik shahar deb nomlandi. O'sha davrlarda bir tabiiy degan podshoh o'tgan ekan. Butun o'sha Yasrib aholi atrofidagi o'sha Bani Qurayza, Bani Nazir degan yahudiy qabilalari bor. O'sha musulmonligi boshqa bir g'ayb nasoro qabilalari bor, shularga podshoh bo'lgan bir tabiiy o'tgan ekan. Yasrib ahli, ya'ni Madinaliklar bir sabab bilan boyaga tabiiyni bir yosh bolasini o'ldirib qo'ygan ekan. O'ldirgandan keyin tabiiy katta lashkar tortib Madina-i Munavvaraga lashkar tortib kelayotgan paytda o'sha Bani Nazir, Bani Qurayza yahudiy olimlari o'sha Tavrot, Zabur o'qigan. Hali Injil ham nozil bo'lmagan, chunki Iso alayhissalom hali dunyoga kelmagan paytlar.
Oldilarini to'sib chiqib, qayerga ketyapsan? Ey tabiiy, nima bu vajohating, buncha harakat, nima buncha lashkar, nima sabab bo'ldi? Desa, xabaringlar bormi, yo'qmi? Mana shu yasribliklar meni bir bolamni o'ldirib qo'ydi, shu bolamni qasosini olish uchun bularni qonini to'kkani kelyapman. 6 yashardan 7 yashardan 70 yashargacha bo'lgan hammasini boshini kesaman, qasos olaman deb kelyapman. Olimlar aytgan ekan, sen bu ishni qila olmaysan, jur'ating yetmaydi. Nimaga? Kim meni to'sa oladi? Qani kim chiqsin oldimga, qudrat yesa to'sadigan? Nimaga desa, chunki biz ilohiy manbalardan xabar topishimizcha, bu Yasrib shahri oxirgi zamon payg'ambari Muhammad alayhi salatu vasallamni hijrat qilib kelib, shu joyda yashaydigan, vafot topadigan yerlari. Sen so'yaman deyotgan insonlar o'sha zotga ansor bo'lib yordam qiladigan, u kishini xizmatini qiladigan insonlardir. Nahotsan shu xalqni so'yib, shu insonni qadami yetadigan joyini inson qoni bilan bulasang, sen Allohga nima deysan, oxirating nima bo'ladi degan mazmunda to'sgan ekan. O'zi kim bu? Siz aytayotgan kim bu? Muhammad alayhissalom deyapsizlar. Kim bu sizlar? Keyin o'sha Tavrot, Zaburlardan o'qilingan oyatlarni o'qib, payg'ambar alayhissalatu vasallamning sifatlari haqida o'qib bersalar, boyagi insonning qalbiga bir iymon kelib, bir yumshoqlik kelib bo'ldi. Men bilmayman, boringlarga shukur, yaxshi ham shuni ogohlantiribsizlar. Sal qopdi men baloga yo'liqishimga. Yaxshi ham ogohlantirdilar deb o'sha Yasrib xalqiga so'yishlikka kelgan inson niyatidan qaytib juda ham katta mol dunyolarni tarqatgan ekan. Tuya, ho'kiz, qo'y, echki, tilla, kumushlar faqat degan ekanlar, bitta sharti bir xat yozib beraman. Mana shu xatni shu oxirgi zamon payg'ambari Muhammad alayhi salatu vasallamni qaysi biringlar ko'rsanglar, umringlar kifoya qilsa, mana shu xatni meni nomimdan omonat qilib topshirib qo'yasizlar deb bir xat yozib bergan ekanlar. Xatni yozib berdilar. Tarix ulamolari aytadilarki, mana shu xat tabiiyni qo'lidan yozilib to janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak qo'llariga tekkuncha o'rtadan 22 avlod aylanib o'tdi deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramadan Madina Munavvaraga hijrat qilib kelganlaridan keyin Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu ni uylarida 7 oy ijaraga turganlar. 7 oy. Qarang, payg'ambardek zot. Haligi ko'pchilik qoraga duo qiling, ustoz duo qiling, ijarada o'tiribman, Xudo menga bir vatan bersin, uy joy bersin deb duo so'raydi. Men yelkasiga qoqaman, birodar, Rasulullohning xos ummati ekansiz, birodar. Rasululloh deyzot Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu uylarida 7 oy ijaraga o'tirganlar. Siz xos ummat ekansiz, Alloh taolo mayli sizga bir vatan bersin, duo qilib qo'yinglar ham ko'tarib qo'yaman. Rasululloh o'sha joyda o'tirganlarda shu xat Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu ning sandiqlarida saqlanar edi. Bir kun xatni olib, ey Allohning rasuli, bizdan avvalgi bir o'tgan bobolarimizdan bir podshoh bo'lgan ekan, bu podshohning nomi Tabiy ekan. Mana shu podshoh sizga bir omonat tariqasida bizlarni bobolarimizga bir xat yozgan ekanlar. Shu xat bugun meni qo'limda turibdi. Shu xatni qabul qilsangiz, omonatni mendan xolos qilsangiz, meni bu omonatdan deb qo'llariga berganlarda, endi o'sha paytda o'zlariga yarasha salomlariga yarasha bir salom berib, ey Allohning rasuli Muhammad alayhi salatu vasallam, men falon joyda yashaydigan falonchi Tabiyman. Men sizni payg'ambar bo'lib kelishingiz haqidagi xabarlarni eshitdim. Menga olimlar xabardor qildi. Tavrot, Injillarda sizni dunyoga kelishingiz, sizni oxirgi payg'ambar ekanligingiz men xabarni topdim. Endi ey Allohning rasuli, men ham iymonimni qabul qiling. Men sizga iymon keltirdim. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan shahodat kalimalarini aytib, shu xatlar payg'ambar alayhi salatu vasallam o'tirgan o'rinlaridan turib ketib, marhabo ey birodar, sizni iymoningiz qabul, sizni islomingiz qabul deb shu zotni iymonini qabul qilib, u kishini ummat deb qabul qilgan ekanlar. Tarix ulamolari aytadilarki, bu xat janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'llariga tegishlik bilan o'sha Tabiyni yozgan xatini o'rtasidagi vaqt payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lmaslardan 1050 yil avval edi deydilar. Mana muhabbat, mana ixlos, mana hidoyat, mana iymon, birodarlar. Bugun biz ummatman deb namoz o'qimasak, bugun ummatman deb ro'za tutmasak, bugun ummatman deb zakotga qodir bo'la turib zakot bermasak, bugun ummatman deb aroq ichsak, sigaret chaksak,
shariatga yurmasak, erta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga borganda tabiini oldida nima degan odam bo'lamiz? Odam bo'lmay o'l sanam. Sanam ummatmisan desa, tabiiga yuzma payg'ambarimizga emas, tabiini yuziga qanaqib qaraymiz, birodarlar? Bu zotni tanimasak, bu zotni bilmasak, qachon tug'ildilar, qayerda tug'ildilar, kimdan tug'ildilar, otalari kim edi, onalari kim edi bu kishini, bu zotlar kim, bobolari kim edi, tarixdan bilamizmi? Kim emizdilar bu kishini, qayerda yashadilar, otalari necha yoshlarda o'tdilar, onalari o'tganda payg'ambar alayhissalom necha yoshda edilar, keyin kim tarbiya qildilar, kimning tarbiyasida kim qandoq bo'ldi? Bilishligimiz kerak. Tarixda bor bu narsalar yozib qo'yilgan. Tarixi Muhammadiyani o'qinglar, Alloh rahmati Alixon To'rasovning rahmati. Loqal shuni o'qinglar, 4 ta tarixni bilasizlar. Payg'ambarlar tarixi, Ka'batulloh tarixi, Islom tarixi, Qur'on tarixi. 4 ta tarixni tiqib qo'ygan. Loqal shuni o'qiylik, bugun bilamizmi? Sakkiz yoshlarida Abdul Muttolib bobolarimiz dunyodan o'tayotib, farzandlarini chaqirib, ey Abu Tolib, sen o'zing qo'ling qisqaroq, sal tirikchiliging o'zingga mosroq-u, lekin sen juda ham bolalarga bolajonsan, mehribonsan, shu ining Abdullohning bolasini sen o'zing qaramog'ingga olgin bolam, meni umrim poyoniga yetdi, men bekatga yetib keldim, endi shu iningni bolasini sen tarbiya qilgin, shunga xushyor bo'lgin, shunga e'tibor qilgin deb Abu Tolib bobolarimizga Abdul Muttolib bobomiz topshirdilar. Qarang, uylariga olib bordilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom bormaslaridan avval Abu Tolibning uyida o'zi, xotini yo bolalari hayotda to'yib ovqat yemagan edi bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam borgan kunlari dasturxondagi ovqat qandoq qo'yilgan bo'lsa, hammalari yeb ichdi-yu, yana o'shandoq barakot turdi. Shuning uchun Abu Tolib bu narsani sezib qolib, Abu Tolib bobolarimiz ayollariga, bolalariga Muhammaddan oldin ovqatga qo'l uzatmanglar dedi. Bundan oldin ovqat yeb qo'ymanglar dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib boshlab berardilar, to'yardilar, ana shu narsa keyin barakotli bo'lardi. Qarang. Bizlarda nima degan gap bor? Yetim qo'zi asrasang og'zi burning moy qilar, yetim bola asrasang og'zi burning qon qilar deydi. Shunaqa gap bor. Bu kimning gapi o'zi? Bu musulmonga yarashadigan gap emas bu. Chunki musulmonlar yetimparvar bo'ladi. Chunki bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetim parvar bo'lganlar. Kim yetimga homiylik qilsa, tarbiya qilsa, jannatda men bilan mana shundoq bir devor qo'shni bo'ladi deganlar. Mana shundoq. Mana parda turibdi, devor, jannatda o'tiribsizda, devorning orqasida Rasululloh turibdilar. Rasululloh yashayaptilar. Bu baxtga nima bilan yetamiz? Yetimni mehr berib, yetimni voyaga yetkazishlik bilan deyapti. Bu kimning gapi ekan demak? Bu ateistlarning gapi. Bu ateistlar o'sha insonlarni qo'rqitish, yetimdan hazar qilishlikka aytib, yetim bola asrasang og'zi burning qon qilar deyapti. Nega Abu Tolibni burni qon bo'lmadi yetim boqib, jiyanlarini boqib? Nega Abu Tolibni ayollarini og'zi qon bo'lmadi, payg'ambar alayhisalomni boqib? Bir kun Abu Tolib etdilar ayollariga. Bu jiyani Muhammadni deb bobom Abdul Muttolib jinni bo'lib qolardi. Bir pas ko'rmasa jinni bo'lib aqlini yo'qotib qolardi, sarxush bo'lib qolardi. Qani menga Muhammad topinglar, Muhammadni ko'rsatinglar. Muhammadni ko'rsatgandan keyin o'ziga kelib keyin sokin bo'ladi. Men ham xuddi shu dadamni kasaliga yo'liqdim-a? Men ham jinni bo'lib qolaman. Shu jiyanimni bir pas ko'rmasamsa, ayollari aytgan ekan, "Ey dadasi, bu Muhammadni tuqqan onasi manchalik yaxshi ko'rganmikin?" dedi ekan. Ashoblar bilan birga o'tirganlarida men do'stlarimni ko'rishlikni orzu qilaman. Do'stlarimni ko'rishlikni xohlayapman. Ko'rgim kelyapti deganlarda ashoblar, ey Allohning rasuli, biz sizni do'stingiz emasmanmi deganlar. Sizlar meni ashoblarimsiz.
Mani do'stlarim mendan keyin bir necha 100 yil asrlar keyin keladi. Mani ko'rmaydi, so'zimni eshitmaydi, hadislarimni eshitmaydi, lekin mani ko'rmasdan shunaqa menga muhabbat qilib mani yo'limga ergashadi. Shu do'stlarimni ko'rishligini xohlayman. 7 marta aytgan ekanlar. Bu ko'z yoshlar nimaga bu? Kimdan qo'rqib, kimdan o'ylab, nima istirobdan? Birodarlar, bu aynan muhabbat. Aynan mana shu ko'z yoshlarni Rasululloh ko'rishlikni istaganlar. Inshaalloh bu dunyoda ko'ra olmadik. Bundan noumid bo'lmaymiz. La taqnatu min rahmatilloh, Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar degan Parvardigor. Xizmatlarini qila olmadik. Ularni mushriklar ozorlaridan saqlay olmadik, duolarini ola olmadik. Lekin inshaalloh ertaga mahshar maydonida Liyoul Hamdni tagida inshaalloh Rasulullohning atroflarida aynan mana shu ummatlar bo'ladi inshaalloh. Xudoyim bizlarni ummat qilib yaratding. Bu ummatlikni nafsimiz yomonligidan, nafsimiz shumligidan bizlardan olib qo'ymagin. Rasulullohga cheksiz muhabbatimiz bor. Ota-onamiz, jonimiz Rasulullohga fido bo'lsin. Allohim bizlarni iymonimizni salomat dargohingga olib borib, sen Habibimni do'stsan, haqiqatda sen muhabbatli eding. Habibimni hurmatidan kirgizib o'radigan bandalardan bo'lishni nasib aylagin. Qarang, Muhammad deb qo'yilyapti. Hozir dunyoda eng ko'p qo'yilayotgan ism Muhammad ekan. Hatto Yevropalarda Muhammad deb qo'yapti. G'ayri dinlar farzandini Muhammad deb qo'yapti. Birinchi raqamda turgan ism ekan. Buni sharofati nima ekan? Erta butun mahshar ahlidan yig'ilgan paytda yo Muhammad, ey do'stim, yo Muhammad deganda hamma Muhammadlar dik etib o'rnidan turib, labbay yo Alloh deyorar ekan. Sizlar nimaga turdinglar? Sizlarni chaqirganim yo'q-ku desa, Parvardigor Muhammad deding-ku, bizlarni chaqirding desa, sizlar ham Muhammadmisizlar? Biz ham Muhammadmi? Kiringlar do'stimning hurmatidan, sizlarni hisob-kitob qilishga hayo qilaman degan maqomlarni berar ekan Parvardigor. Ana shu joyda o'zimiz mayli Muhammad emasmiz, lekin farzandlarimizdan Muhammadlar bor-ku, nevaralarimizdan Muhammadlar bor-ku. Ilohim mana shu nomni hurmatidan ikki dunyoda o'zi yuzimizni yorug' qilsin, ikki dunyo xorligidan, ikki dunyo zo'rligidan, o'zi sharmandagarchiligidan o'zi asrasin. Xordamlarimiz, ustozlarimizga beramiz. Allohning kalomidan tilovat qilib inshaalloh duo qilganlar barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Allohim mana shu ko'z yoshlarimiz erta jahannamni o'tini o'chiradi. Xudo xolasa ko'zimizni yoshli qilsin. Imom G'azoliy rahmatullohi alayhi aytadiki, Allohning rahmatidan, Allohning mag'firatidan umid qilib yig'la olmasang, Allohning g'azabidan qo'rqib, do'zaxdan qo'rqib yig'la olmasang, hech yo'q, tupugingni qo'lingga, barmog'ingga tegizib, ko'zingni nam qilib, o'zingni yig'laganga solgin, shoyat Xudom senga Xudoning rahmatini kelishiga sabab bo'lib qolar deydi. Hali yosh bo'lsa erkalik qilib yolg'ondagi yig'lasa aytganini olib berganimizdek, Xudoyam bizlarning yolg'ondagi yig'imizdan ham rozi bo'lar ekan. Lekin bu yerdagi yig'lar u yolg'ondagi yig'i bo'layotgan, yo birodarlar. Bu chin muhabbatning samarasi inshaalloh. Alloh mana shu muhabbat bilan o'ziga diydor ko'rishlikni, ro'para bo'lishlikni barchamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.